O'qitiylar, assalomu alaykum. Bugun oldimizga opamizga keldilar, hijomaga qo'rqib. O'qitiyim menga o'dziv bersangiz, mana hijomaga kelishdan oldin meni qayerdan topdingiz и meni hijomadan oldin rosa qo'rqdingiz, shu haqida ozgina bizga aytsangiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Avval kelishdan avval shu sunnatga borligini bilib har doim oldirgim kelardi-yu, lekin rosa qo'rqardim shu qonni ko'rib, kesilishi deb his qilardim. O'ta qo'rqardim, lekin keldim. Instagram orqali ko'rib, Alloh xayrlisini nasib qildi, alhamdulillah. Mashallah. Kelganimdan juda ham xursandman, chunki umuman men kutganimdan ham yaxshi, umuman og'riq yo'q. Kimlardir masalan qo'rqib yurgan bo'lishi mumkin, lekin hammaga mana shu kelib oldirishni tavsiya qilaman. Даже o'sha tilingani ham bilinmas ekan, izi ham qolmas ekan, alhamdulillah. Lekin rosa qo'rqdingiz, Rosa qo'rqishimni tasavvur ham qilolmaysiz. O'ta qo'rqqandim. Men tavakkal Allohga, mashallah, sabr qilaman, og'irsa ham chidayman deb o'ylagandim, lekin yo'q, alhamdulillah, umuman og'riq his qilmadim. Mashallah. Nabarot, Nimaga qo'rqqan edingiz? Nima uchun qo'rqqan edingiz? Mana boshingizga qildim, sezmadim dedingiz, qo'llaringizga qildim, birinchi aytdingizki telefonda, yo'q, qo'limga, qulog'im orqasiga olmayman, boshimni o'ziga dedingiz. Qo'rqqanim uchun ko'plarda bir ikkita joyga ko'rgandim, tilingan, izi qolgan, ozgina shiram qolganini ko'rib, xuddi xayolimda kesilish deb his qilib, ham iz qolib ketishini hisobiga rosa qo'rqqandim. Endi ayol kishimiz tanamizdan. Конечно. Keyin o'sha sababdan qo'rqdim, keyin ko'rdim, o'zim qo'limga qilindi, umuman bilinmadi ham, qolmadi ham. Mana qo'lingizni ko'rsatinglar, mana. Qolmagansiz, mashallah. Eng xursandligim shu, og'riq umuman yo'q. Kimdir qo'rqib kelolmaydigan bo'lsa, shu kelishni tavsiya qilaman. Rahmat, o'qitiyim. Xursand bo'ladi sizlar kelsanglar. Sizga ham kattakon rahmat, ishlaringizga Rahmat. Amin. Rahmat. Yengilmisiz hozir? Rosa yengil. Hozir choy qilib beramiz. Endi bel bilan oldi qismingizga обязательно kelishingiz kerak. O'zi birdaniga deb, endi qo'rqmasdan kelaverasiz. Oyizlarga ham olib keling. Albatta olib kelamiz. Shifoli bo'lsin o'qitiyim. Men faqat sababchisiman, shifo Allohdan. Amin. Voy yaki.